Hi everyone, welcome to Gai Language Training Center video classroom. Assalamu alaikum sağolashlar. Gai til tərbiyələş mərkəzimizin sin dərsxanasına kelganlarni qarşı alamiz. Hamda bugungi darsimizda yeni o'quv ingliz tili birinchi qism 115 dars va 116 dars o'qiymiz. All right, today we will learn lesson 115 to lesson 116. Okay, lesson 115, knock, knock. Okay, əmsə arkadaşlar, avval biz muş dərsimizdəki bir yeni sözlüklərini öyrənib çıxaylı. Əmsə, ekran qaraydigan bolsanglar. Okay, what is the man doing? Okay, arkadaşlar, kişi nima ish qilyapti? Sizlarning nima ish qilayotganda? Okay, all right. Okay, he is knocking the door. Shunami? Endi men yerga knock. Knock deganimiz nima desanglar, arkadaşlar? Knock deganimiz nima desanglar? To hit something again and again. Hit degan nima edi? Urmoq, so'qmoq, shunami? Again and again. Qayta. Okay. Demakchi, bir narsani qayta ursangiz nima bo'ladi? Desanglar, shu chekmak, shunami? Knock. Okay. Knock emasmi? Knock. Good. Aytsanlar, knock. Yaxshi, knock. Knock deganimiz nima? Chekmak, shunami? Knock. Okay, knock. Okay. And ikkinchi so'z qaranglar, somebody. Okay. Somebody means someone. Someone means somebody. Okay. And someone, somebody. Shunaqa. Demakchi, ma'lum bir kishi degan gap. Demakchi, a person who you don't know. Siz bilmaydigan kishini odatda biz nima deymiz? Someone. Birov deymiz-ku, savodashlar o'quvchida. Ma'lum bir kishi yoki birov. Someone or somebody. Demakchi, someone is knocking the door. Okay, ma'lum birisi ishkinchiga o'tadi. Shu knocking at the door. Okay, knock at something bo'lsa, ma'lum bir narsani chekmak, shunami? Knock at the door. Somebody is knocking at the door. Ma'lum bir kishi qanday qilyapti? Ishkini chekyapti. Ishkini chekyapti. Nima ekan? Knock somebody or someone. Okay, so what is happening? Voy, nima bo'layotdi? Okay, you can say someone is knocking at the door. Okay, nima? Birisi ishkini chekyapti. Someone is knocking at the door. Knock. Agar tanlab ollar. Knock. Good. Knock. Okay, knocking. Knocking. All right. Amsa keyin qaranglar. Okay. Amsa bu rasm sizlarga tanishmidi vallar? Okay. Bu rasm qarasanglar, bu meniki ona maktabim Şinjan Universitetiniki kutubxonasi. Bu nari kutubxonasi desanglar, shu Janub maktab rayonidagi kutubxonasi. Nan shovchi deb qo'yamiz-ku. Ayni vaqtda hamda men nahv o'qish bitganda shu binoni sevyapti. Biz o'qish bitirib maktabdan ayrilgandan keyin, ondan keyin endi shu bino ishga kirishtirildi-ku. Lekin bek shu selish hamma jarayonini ko'rib turdik, lekin endi ishga kirishga bir fursat bo'lmadi. Lekin intayin chiroyli qilingan bino. Okay, shu shu Şinjan Universitetida o'qiydigan savodashlar o'qisa, bu nima degan yaxshi, okay, intayin nihoyatda ozoda, nihoyatda yaxshi bo'lgan kutubxona, shunami? Kutubxona nima deymiz desangiz, savodashlar, library. Okay, you can say library. Okay, library. And a library in bir tarafı nima ekan billah? Entrance. Shunami? Entrance. Okay, it's entrance. You know, also we can say library, it's not noisy in the library. Okay, nima? Kutubxonada nima yo'q savodashlar? Not noisy. Qanday emas? Shovqinli emas. Demakchi, varang-churung yo'q, varang-churung emas degan gap, kutubxona. Okay. Undaqda everything is quiet in the library. Demakchi, hamma narsa kutubxonada bo'lganda very quiet. Okay, quiet. All right. And the quiet deganimiz ham nima sharik nima desanglar? Tinch, jimjit degan gap. Everything is quiet in a library. Okay? It means not noisy, shunami? Varan-churang emas. Okay. Amsa kengsi qarsak, do you know this brand, guys? It's Leaning, right? Okay, amsa adashma markani bilamsizlar? Brand deganimiz marka, bu marka Leaning, shunami? Leaningning bir slogansi bor. Slogan degan nima desanglar, shuar. Bu nima? Everything is possible. Xo'sh, everything is possible. Everything degan nima? Har qanday narsa.
her qandaq tushunami? Everything her qandaq narsa is bo'lsa possible, mumkin. Demakchi, her qandaq narsa mumkin bo'ladi. Onun ikininde müşarike possible, okay? I guess possible degan nima desak, if something is possible, it can be done. Okay, agar bir narsa mumkin bo'lsa, uni qanday qiyin bo'ldi. Demak, possible degan nima? Mumkin. Okay, mumkin. Demakchi, shu leaning degan tandarbe kiyim-kechaklarning markasi bu. Ana shu markaning sloganisi shuari everything is possible. Xuddi bizning g'oyatul tarbiyalash markazining nimasi slogan nima desanglar, better education, better future. Demakchi, parlaq kelgusi, yaxshi ma'rif deb aytiladi. Tushunami? Better education, better future. Okay. Andaqda dunyoviy yana bir marka bor. Nima? Adidas. All right. And Adidas degan nima markasi arkadaşlar? Adidas deganimiz hamda Germaniyaning markasi, tushunami? Okay. Germaniyaning markasi. Bu shu qurg'uvchisi Adidaslarningki ismi bilan atalgan, shunaqa Adidas. Okay, Adidas. And bu Adidasning slogani nima desanglar? Nothing is impossible. Okay. Bu qaramoqqa qana desanglar, bu Lenin bu Adidasni to'g'ragandek ko'rindi. Albatta to'g'ri, to'g'ragan, tushunami? Chunki hamda Adidasning hamda dunyoviy marka, uning ustiga qanday desanglar, buningki tarixi hamda 100 yilda oshadi. 100 yil atrofida, 100 yilda oshmasin-chi. Okay, and then nothing is impossible. Nothing is impossible. Demakchi, men qaranglar, everything, nothing. Okay, everything har qandaq narsa, nothing hech qandaq narsa. Demakchi, yo'q narsa, tushunami? Okay. And possible, mumkin, impossible degan nima? Mumkin emas. Demakchi, mumkin bo'lmaydigan ish yo'q degan gap. Nothing is impossible degani. Tushunamizmi? Everything is possible degani har qanday ish qanday qildi, mumkin bo'ladi degan gap. Demak, everything har qanday narsa, nothing hech qanday narsa. Possible, mumkin, impossible, mumkin emas. Impossible, mumkin emas. Nima? Nothing is impossible. Mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Amsi qaranglar. Keyingisi, look at this picture. Okay, what is she doing? Okay, what is the girl doing now? What is she doing? You know, the girl is sleeping. Or you can say, the girl is asleep. Okay, demakchi uxlayotdi. Shu uxlaqlik holatini nima deymiz? Balla asleep deymiz, ha? Yoki the girl is sleeping. Yoki nima? The girl is asleep. Demakchi uxlayotdi. Shu holatini ifodalaydi. Okay. Andaqda qaranglar. Oh, what about this dog? Okay, what about that? Okay. Buni qarasanglar, nima? What are they wearing? Ular nima kiyibapti yoki nima taqibapti balla? So what are they wearing? Look. The one cat, you know, wearing a pair of glasses and also hats, right? You know, they are wearing glasses. Okay, glasses deganimiz hamda aynak stakanlardan sirt saqlash, ya'ni uning ma'nosi nima desanglar? Glassesningki ko'zoynak. Chunki hamda nima uchun glasses deymiz desanglar? Masalan, glassesdangmi qanday desanglar? Ikki tal ko'zi bor emasmi? Shun glasses deydigan ko'plik sanaydigan gap. Shunga masalan bu glassni nima qilganda qanday desanglar? Ko'plik oxiriga iyas qilib qo'yamiz glasses. Tushuninglar? And how many pairs of glasses? Or qancha jup ko'zoynak taqib olibsiz arkadaşlar? Okay, 2 pairs of glasses. Nima? 2 jup. 2 pairs of. And the 1 pair of, tushunami? And the 2 bo'lgandan miqdor so'zni qanday qilamiz desanglar, cho'qimay ko'pligini yozma. 2 pairs of glasses. 2 jup qanday ko'zoynak. And 2 jup oyoq degani 2 pairs of shoes. Tushunami? 2 jup oyoq. All right, look at the next one. Next one is invite. Okay, invite. Invite. Va. Amma tavishqa istin kichiklarimiz asan bir levimiz ishari invite. Okay. Qaranglar, bular nima ekan bolalar? Invitation. Taklifnoma. Janob taklifnoma beribdi, keling deb degandek. Shu taklifnoma degan nima? Invitation. All right, invitation. Shunami? Invite degan taklif qilmoq, pil. Arabcha o'g'ircha pil, maqmaq mushimchisi qatimizga. Hamsi qaranglar. Who invited you? Sizni kim taklif qildi? Okay.
degan gap. And we will invite you to the dinner next week. Biz sizni kelar haftadagi tamoqqa, dinner deganimiz kashlik tamoqqa, kashlik g'izoga taklif qilaylik deydi. Okay. Demak ham demisharki, I invited my friends to my home. Okay. I invited friends to my home. Men do'stlarimni qanday qildim? Uyga taklif qildim. Okay, good. Amsa qarab baqgan bo'lsak, keyingisi nima? Lemonade. Okay. Lemonade. Bala lemon degan bilasizlar, limon. Masalan, o'sha rasmda ko'rinib turibdi. Nima ekan? Limon shunami? Lemonade deganimiz ham shu limonning suyi. Limon suyi. Shuni nima deymiz? Lemonade yoki limon sharbati. Shunami? I want some lemonade. Mening azroq limon ichkim bor. Shunami? Okay. And look at the picture and answer. Okay. Amsa tekst o'qishimizdan burun balla mau rasmlarga qarab, undan keyin shunga bir javob berib beringlar. Okay. Look at this picture first. And in this picture, you know, gym. Can you see the gym? Okay. So what is the gym doing? Qaralama ma rasmga. So what is the gym doing? What is the gym doing? Okay. Shunda baqara. You know, Jim is knocking at the door, right? Knock, 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 knock. Knock, 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 knock. Yes, yeah? Okay, what about next? Second. Okay. Is there anyone in the house? Okay. Will it be brass barmican? Is there anyone in the house? Okay. Okay. In this picture, is there anyone in? No, right? No. Yok. Alright. Next one. So, where is everybody? Okay, where is everybody, guys? Where is everybody? Okay. You know, everyone is in the garden. Köpçülük ne degan arkadaşlar? Köpçülük in the garden. Güllük degan. Shunami? Okay, güllük degan. So, what does the Jim want to drink? Okay. And the Jim nimani ichishni xohlaydi ekan? Desa, amsa rasmda ko'rinib turibdi. Nima ekan balla? Jim wants to drink some beer. Okay, beer. Piva. Piva ichishni xohlaydi ekan. Demak, ana shu rasm ko'rib bo'ldinglar. Andaqda. Okay. Andaqda shu savollarning bo'ldi. Sizlarga shu tekshimizga intayim muhim nuqtalarni tushuntirishdan burun sizlar o'shaniki anglash qismini bir ko'ngil qo'yib anglanglar. Anglagandan keyin ana shu language focus qo'yib ketaylik. Okay, listen carefully. Lesson 115. Knock, knock. Listen to the tape, then answer this question. What does Jim have to drink? Isn't there anyone at home? I'll knock again, Helen. Everything's very quiet. I'm sure there's no one at home. But that's impossible. Carol and Tom invited us to lunch. Look through the window. Can you see anything? Nothing at all. Let's try the back door. Look, everyone's in the garden. Hello, Helen. Hello, Jim. Everybody wants to have lunch in the garden. It's nice and warm out here. Come and have something to drink. Thanks, Carol. May I have a glass of beer, please? Beer? There's none left. You can have some lemonade. Lemonade? Don't believe her, Jim. She's only joking. Have some beer. Okay, guys. Finished? Amsa anglab bo'lganlar balla? Amsa anglab bo'lgan bo'lsanglar, bizning shu bugungi darsimizga intayin muhim bo'lgan bir necha nuqtalar bor. Biz birlikda ko'rib chiqaylik. Amsa qaranglar. Aren't you a student? Okay, balla. Are you a student deganimizga siz o'quvchimi degan gap.
Aren't you a student? Siz o'quvchi emasmi? Bu nima? Savol jumla, inkor savol jumla. Xo'sh, ana bu inkor savol jumla nim bo'ladigan-do desanglar, qaranglar. İnkar sual cümle aretdə nima desanglar, bu ko'pincha sizlarning kemuş so'zlik ichining bir hayronligini, undan keyin endi shu bir nimasini ifodalaydi desanglar, böyle qaytirma so'raqdekchu. Shu mandaq emasmi? Ajiba mandaq emasmi? deb so'rash nimasi. Amniyatda bu inkar sual cümle amniyatda nima desanglar, buning ma'nosi bo'lishliq chiqadi. Bo'lishliq bo'ladi. Okay. And then mesela biraz ağlaşanlar beni böyle bir kalan uyyu ma kalem minin emasma. Okay. Oy ma kalem minin emasma deganinglar hamda uyi ma kalem meninki to'g'ri degan gap. Mesela ba'zida shu qarindoshlaringlar bo'lgan bo'lsa, uyda xat yozgan emas, akukinilaringlar. Bazı ata-analar, mesela inanlarga bekrek, yan besib ketib, yekrek hamda bir narsani berib nimib kelsa, ana, men sening balang emasmi? Okay. Men sening balang emasmi degani hamda demasan. Voy, men sening balangdim-ku, nemish qunda o'xshash muomala qilmaysan degan gap. Demakmi shariki, inkor savol jumla amaliyotda nima arasanlar? Ba'zi təklipni, bəzi təklip fikirlərini, bəziləri tələblərini qanday qıldı? İfadəlab gedir. Fayallab gedir. Demək ki, aren't you a student? Sen o'quvchi emasmi? O'quvchi turib nima ish bunday qilsa, o'quvchi degan unda qiz qanday bo'ladi? Degandek gap bo'ldi. Emas qaranglar. Okay, anyone at home? Uyda bir bormi ya? Masalan, is there anyone at home? Uyda bir kishi yoki ma'lum bir odam bormi? Endi menga isn't there anyone at home? Voy, bu uyda yo'qmidi? Uyda biroz yo'qmidi? Asli demakchi uni, uyda bo'lish kerak-ku, nim deb yo'q. Demakchi shundami? Uyda bo'lish kerak-ku demakchi. Masalan, don't you know your teacher's name? Siz o'qituvchingizning ismini bilmamsiz? Degani hamda. Voy, siz bilasizmi o'qituvchingizning ismini? Nima deb bilmaysiz? Shunami? Okay. Masalan, won't you help us? Okay. Siz bizga bir yordam qilmamsiz? Okay, demakchi hamda musharika nimasini sanlar, asli bizga yordam qiling demakchi. Shunami? Uningga fikri hamda, voy, bizga yordam qiling-chu deganga, won't you help us deganga, voy, bizga yordam qiling. Yordam qilmamsizmi? degani won't you help us. Masalan, aren't you lucky? Shunami? Voy, siz taleylik emasmi? Degani endi voy nima degan taleyliksiz. Oh, you are a lucky dogkensiz degan gap, ha? Demakchi siz intayin taleylik. Demak, ana shu inkor savol jumla vallahi amniyatda shuniki nima sanlar, bo'lishliq qilmangdi, uning ustiga uningki birasiga masalan taklifni, sizlarning fikringizni, o'tinishni ifodalaydi. Okay, won't you help us? Voy, siz yordam qilmamsizmi? Voy, bir yordam qilsangiz bo'pti-ken degan gap, ha? Shunami? Okay, aren't you a student? Siz o'quvchi emasmi demakchi? Siz o'quvchi-ku. Demakchi. All right. And inshallah, can you say new words, especially like one, like everyone, right? Everybody, everything, everywhere. Shunaqa? Everything har qandaq. Shunaqa? Har qandaq. Okay, har qandaq. Masalan, everyone har qandaq birsi demakchi ko'pchilik degan gap bu. Hi everyone degani oy ko'pchilik degan gap bo'ldi. Shunami? Hi everybody har bir badanlar degani shu har biraylan, ya'ni shu ko'pchilik degan gap. Everything har bir ish demakchi hamma ish. Shunami? Everywhere. Yeah. Okay. What about like any, right? Anyone? Demakchi xohlagan birsi degan gap. Anybody o'xshasa xohlagan birsi. Anything har qanday ish. Xohlagan bir ish, shunami? Okay, anywhere. Xohlagan bir ish, shunami? Okay. Masalan, what about no? No one, hech kim. Demakchi yo'q odam degan gap, shunami? Okay, nobody. Nobody but you. Hech kim emas, faqat siz degan gap. Shunami? Okay, nobody, hech kim. Okay, nothing. All right, nothing deganimizmi? Hech qandaq desanlar ish. Okay, or nowhere. Okay, nowhere, hech qandaq yer. Shunaqa, none.
Yo'q, tushunami? Okay, someone. Endi some degan endi ma'lum. Demak, siz bilmaydigan shaxs, ish, narsa, o'rin bir narsa ekan, imkonlar desanglar, nowhere. Some degan. Masalan, someone. Ma'lum birisi. Lekin siz bilmaysiz. Shu birisinikini bilasiz, lekin aniq bilmaydigan gapda someone, somebody, tushunami? Something. Something demakchi, umuman nima? Ma'lum birisi, tushunami? Ma'lum ish yoki ma'lum bir narsa. Somewhere. Ma'lum bir yer. Okay, somewhere. Ma'lum bir yer. And read and choose the best word. Okay, like everywhere, everyone, everybody, everything. Demakchi mushlanishidagi eng muvofiqini qanday qilib qo'yinglar? Bir tanlab qo'yinglar bo'ladi. Masalan, is asleep. Okay, is asleep. Okay, nima? Everybody or everyone is asleep. Demakchi adam uxlaydi-ku bu yerda, ko'pchilik. Endi bu yerga everyone, everybody ko'pchilik degan gap. Endi ko'pchilik kollektiv degan gap. Endi bu garchi jiq narsani ko'rsatsa-mu, lekin ma ism jihatdan aytganda bu birlik deb qanday qilamiz? Birlik deb muomala qilamiz. Shunga everybody is, everyone is deb ishlatamiz. Okay. Endi keyin qaranglar. Bu yerga ma ikkinchi rasmda ma o'yidagi hamma narsa qanday vahshiy qilaymikan untidy ekan-ku. Demakchi hamma narsa everything is untidy. Okay. Endi menimcha odam yashangan kishi qanday qilibdi? I looked for my pen. Men qalamimni izladim. Hamma yerda. Okay, endi hamma yer deganicha everywhere. Men qalamimni hamma yerdan qanday qildim? Izladim. Demakchi, shu hamma yer everywhere. Okay, as qaranglar. Sheldon nim deb chekibdi. Nak. Is there at home? Is there everybody ma? Oy, bu yer ko'pchilik bormi? Nim deymiz. Is there anyone? Bilasinglar. Anybody? Bilasinglar at home? Voy, bilasinglar bormi? Is there anybody at home? Is there anyone at home? Shtama? Oh, what about? Is there ma'lum narsa degan nim deydi? Anything. Good. Is there anything in that box? O eshikda bir narsa bormi? Is there anything else? Okay. And my king's show. Nima? I couldn't find my pen. Men qalamimni topolmadim. Anywhere. Okay. I couldn't find my pen anywhere. Hech qanday yerdan, qanday desanglar, hamma yerdan bir nima qalamimni topolmadim. All right. Hamsa ma'no qaranglar. Endi ma'noda there is deganimiz bor degan gap qo'yma yerda. There is. Okay, there is no one at home or nobody at home. Demakchi mush odamni bildirganda vallar nima one yoki body. Ishlatamiz everybody, ko'pchilik. Everyone, ko'pchilik. Shunami? No one, nobody, hech kim. Shunami? Bu yerda hech kim yo'q ekan. Bu yerda odam yo'q ekan, shunami? And there is in that box. And eshikning ichida adam bo'lmaydi-ku, narsa bo'ladi. Demakchi hech qanday narsa. There is nothing, okay, in that box. Okay, but where did you go yesterday? Where siz tunugun nega bordingiz? Tunugun nega bordingiz? Okay. Nowhere. Or you check out? I stayed at home. Where me uyda o'tirdim? Eshak bormidim. Tushunami? Okay, and qaranglar. There is, okay, in the garden. Okay. There is nima? There is someone or somebody. Voy, gullikda ma'lum bir kishi bor ekan. Demak, siz buni tonimaysiz, shunami? Shuni someone or nima? Somebody deb ishlatgan gap, ha? Okay, there is someone in the garden. Okay, what about? You know, there is something under the chair, okay? And o'rindiqning ostida demakki ma'lum bir narsa bor ekan, yoki chashqan yoki bir narsa shunami? Oh, there's something under the chair. Okay, ma'lum narsa shunaqa. Okay, my glasses must be ma'lum bir yerganicha, ma'lum some, yeah, where, somewhere. Hey, you are wearing it. Oh, siz taqib olibsiz, shunami? Okay, guys, let's practice. Practice makes perfect. Nima? Ans qaranglar. Ma'no mashq qilib You know, I didn't buy anything. I bought nothing. Shunaqmi? Masalan, ma ulgu misol. I didn't buy anything. I bought nothing. Men hech narsa olmadim. Andaqda ma'no mashq qilib Masalan, I didn't do anything. Boy, men hech qilmadim. Boshqa, I did nothing. Okay, what about next?
You know, I didn't see anyone. Okay, men hech kimni ko'rmadim. Nima? I saw debangla, nima deymiz? Okay, no one. Yoki nobody. Shunaqa. Okay, I saw no one or nobody. All right. Qarasanglar nima? I didn't go anywhere. Men hech yerga bormadim. Men hech yerga bordim. Boshqa. I went nowhere. Shunaqa. Thirdinchi sen. I didn't met anybody. Men hech kim bilan ko'rishmadim. Nima? I met nobody or no one. Okay. All right. Answer qaranglar. You know, they are all looking out of the window. Ular hammasi sirtga qarab o'tirishmi? Everyone is looking out of the window. Demak, ko'pchilikning hammasi qanday qaraydi? Sirtga qaraydi. Demakchi, they are all, demakchi, bu yerda everyone. Everyone ekanda diqqat, cho'qim birlik sanaldi. Shu is ishlatamiz. Or ishlatsa qolsa xato. Okay, answer kimni qilgan? I have not got anything to eat. Voy, mening yeydigan narsam yo'q. Nima? I have got nothing to eat. Nothing to eat. Okay, I'm speaking to you. We did not see anyone today. Biz hech kimni ko'rmadik bugun. We saw no one today. We saw no one today. All right, ladies and gentlemen, today we have already learned from lesson 115 to lesson 117. Oh, sorry. Okay, ladies and gentlemen, today we have already learned from lesson 115 to lesson 116. So I hope you guys and review our class regularly. Okay. And arkadaşlar bugün şu 16-15 dersini günü bulduk. Onun dikenden sizler şu tapşırık demeyi sanırım sözlerini jigim qatım ko'chirib yazinglar. Onun dikenden bizningki şu dersligimizga asosanchi sizlar bir xotir qoldirib meninglar. Endi xotir qoldirib menib sizlar şu masalan şu 10 dersniki shunami 10 dersning xotirasini yozib, hammasini rasmga tortib, ondan masalan sizlarning ünlülerini do'stlarcha birga yoki Weibo'ga sizlar ashini mana boshqalarga finchan qilib bersanglar, sizlar shuni finchan qilgan demakchi ham baharlagan rasmni menga tortib telefon oldi. Menga avatib bersanglar, men sizlarga sovg'a avatib beraman. Okay, nerede buluşanlar qatnazar, zat dünyanın har qaysi joylarida bo'lsanglar, ashuni avatib bersanglar, men sizlarga sovg'amni yetkazaman. Demak, yaxshi o'rganganlar qanday desanglar, sovg'at bor. Okay, arkadaşlar, hamsa bugungi darsimiz mushaga bo'lsin. See you next time. Keyingi darslarni ko'rishni unutib qolmanglar. Goodbye.